Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Klinikamizda bugun juda bir xursandchilik, yaxshi bir kun, yana bir katta bir muvaffaqiyatga erishdik deb o'ylayman. Mana shu tibbiyot sohasida hozir sizlarga yangilikni taqdirlab ko'rsataman. Mana Grand Medical Center klinikamizda yana bir yutugi, bu xalqimizga ham yutugi. Mana shu tibbiyotda yuksalish bo'lyapti. Rentgen apparati eng so'nggi rusumdagi Koreya texnologiyasi yordamida ishlab chiqarilgan. Bu uskunamiz yordamida bosh suyagi, burun yondosh bo'shliqlari, pastki jag' rentgenografiyasi, bo'yin umurtqalari, ko'krak umurtqalari, qorin bo'shlig'i obzor, chanoq son bo'g'imlari, fluorografiya, qolaversa yana bu rentgen radiologlar biladi, qo'shimcha ko'plab funksiyalari bor. Eng so'nggi avlod texnologiyasi hisoblanadi. Hali bu uskunamizdan Jizzax shaharda yoki tumanlarimizda deyarli uchramaydi desa ham bo'ladi. Bu xudo xolasa baxmalliklar uchun ham bir ajoyib yaxshi bo'ldi. Yaqingina uyidan uzoqda bo'lmagan joyda kelib diagnoz qildirib ketishlari mumkin bo'ladi. Qolaversa bu Grand Medical Center klinikamizda yaqinda UZI apparati ham kelindi, yangi rusumdagisi. Mana laboratoriya apparatlari yangilandi, yangi rusumdagilar kelyapti. Qo'shimcha diagnostika apparatlar kelyapti. Xudo xolasa barchangizni mana shu sog'lig'i bilan muammo bo'lgan odamlarni, insonlarimizni, bemorlarimizni klinikamizda kutib qolamiz. Ular endilikda Samarqand, Toshkent deb yurishlari umuman shart emas. Baxmalda o'zimizda O'smatda kelaveradi. Kutamiz hammani.